Savobning orqasi nima degani bu? Hozirgi zamonda odamlar yaxshilik qilib bo'lmaydi. Odamlarga qilma birodar. Allohga qil. Qil, esdan chiqarib ko'r. Hech kimdan kutmaysan, hech kimdan ta'ma qilmaysan. Qalbing xotirjam, Robbing bildi. Albatta mukofotni beradi. Bizning muammoimiz naq bo'lsa ishonamiz. Nasiya bo'lsa ishonmaymiz. Birodarlar, bandani naq berganidan ko'ra Allohning nasiya va'dasi million marta yaxshi emasmi? Menga qarzi hasan o'tkazib qo'y, men ko'paytirib qaytarib beraman desa, ishona olmayapti odamlar. Allohning o'zi bilan muomala qilgan banda, mo'min banda qalbida tamomiy xotirjamlik topadi. Qalbi xotirjam. Agar shu banda muhsin bo'ladigan bo'lsa, haloyiqqa, mahluqotlarga yaxshilik qilishi bo'lsa, bu odamning qalbida tamomiy xotirjamlik bo'ladi. Demak, birodarlar, kimga yaxshilik qilgan bo'lmaylik, nimaga yaxshilik qilgan bo'lmaylik,